Assalomu alaykum, Stroy bazamiz aziz obunachilari. Bugungi videoda PVX panellar bilan tanishib chiqamiz va undan tashqari bazamizga kelgan yangi xil PVX panellarni yangi ranglari bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Assalomu alaykum Abdulaziz aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum aka. Yaxshimisiz? Ishlar bo'lyaptimi? Savdolar qalay? Bo'lyaptimi ishlar aka? Aka, bizga PVX panellarni necha xil rangi bor va razmerlari va narxlari bilan tanishtirib o'tsangiz, aziz obunachilarimizga bu narsa juda ham qiziq bo'lyapti. Adashmasam Vodiyga birinchilardan bo'lib o'zingizlar olib keldinglar bu narsani. Vodiyga birinchi olib, albatta o'zimiz birinchi bo'lib olib kirganmiz. PVX panelimizni Ramazon munosabati bilan 300 ming so'mdan sotilayotganlarni 240 ming so'mdan qilib qo'ydik aka. Ko'rishinglar mumkin obunachilar. Yondagi taralarni esa 45 ming so'mdan qilib qo'ydik aka. Bemalol ko'chada, bozorda solishtirib ko'raveradi. 45 ming so'mdan. Obunachilarimiz. Aka, bu PVX panelimizni nechaga yaqin rasvetkalari bor bizda? Rasvetkalariga keladigan bo'lsak, mana hozircha qo'yib qo'yganmiz. 1-2 xilda o'zi 30 xildan oshiq rasvetkalari bor. Omborda bor 30 xil ham. 30 xildan oshiq rasvetkasi bor aka. Bu yoqqa ko'rsangiz, mana ko'rsatib beraman aka. Mana yerda ham bor bu yerda. Teskari qilib qo'yib qo'ygan ekansizlar. Ya'ni bularga hech qanday zarar yetkazmaslik uchun aka. Ko'rishinglar mumkin obunachilar. Bizning omborda 240 ga 120 ga va 120 ga 280 lik razmerlari bor aka. Ikki xil razmeri bor. Ikki xil razmeri bor. Bemalol uyini balandligiga qarab o'lchab tanlab ketsa bo'laveradi. Ko'rishinglar mumkin aziz obunachilar. Bu yerda 280 liklar aka. 280 liklar mana. Chiroyli ranglari bor aka. Bemalol obunachilarimiz o'ziga didiga yoqqan rangni tanlab ketishaveradi. Tushunarli. Taralarimizni nechaga yaqin rasvetkalari bor? Taralarimizni 15 xildan oshiq rasvetkalari bor. Ularning narxlari 45 ming so'm. Hozir aytib o'tgandim. 45 ming so'm. Tushunarli aka. PVX panellarimiz o'tga, suvga chidamlimi? Shuni ham aytib o'ting. O'tga, suvga chidamli bo'ladi. Pastga Stroy bazamizni Instagram akkauntini qo'yib qo'yganmiz. Instagramga o'tsa, ancha obzorlar va shunday nima deydi? Anaqalar qilganmiz. Nima deydi? Solishtirgan, yondirib, suvga to'ktirib ko'rganmiz Instagram akkauntimizda. Ko'rishinglar mumkin aziz obunachilar. Bir-biridan ajoyib bo'lgan ranglar. Faqatgina Stroy bazada. Ranglari mana keyin bir qator ko'rsatib qo'yamiz. Mana. Obunachilar ko'rishinglar mumkin. Ancha. Keyin bular ancha munchaga sinmaydi aka. Bukiluvchan bo'ladi. Bukiladi lekin sinmaydi. Shunaqa. O'tga, suvga chidamliman ko'rishinglar mumkin obunachilarimiz. Hop, keyin bu mahsulotimizni naqqa va 3 oydan 24 oygacha halol muddatli to'lovga ham olib chiqib ketsa bo'laveradi. Naqd pulga ham olsa bo'ladi. Naqd pulga ham olsa bo'ladi. Ko'rishinglar. Bitta pasport va plastik karta orqali. Ko'rishinglar mumkin obunachilar. Bundan tashqari nari tarafda ham PVX panellarimiz bor aka, adashmasam. U tomonda ham PVX panellarimiz bor. Ularni ham ko'rsatib o'ting obunachilarimizga. Bo'ladi. Rasvetkalari juda ham qiziq bo'lyapti. Bu tomonda 244 razmerlilari 120 ga. Bu yerda aka 120 244 lik razmerlarimiz. Ularni ham mana bir qator rasvetkalarni ko'rsatib beramiz. Chiroyli ranglari bor. Rasvetkalari bir-biridan ajoyib. Cheklanmagan miqdorda xarid qilishinglar mumkin, obunachilar. Ko'ryapsizlar. Zavodda turganini turibdi. Bu mahsulotni dilerstvaligini olgansizlar aka? Xuddi shunday aka. Demak, bozorga ham o'zingizlar tarqatasizlar. Bozorga ham o'zimiz tarqatamiz aka. Qaysi bozorlarga tarqatasizlar? Siri bo'lmasa aytib o'tsangiz. Polniy Vodiyga o'zimiz tarqatamiz aka. Ko'rishinglar mumkin obunachilar. Keyin Andijonda ham akalarimiz biladigan soy trikotajiga ham o'zimiz tarqatamiz aka. Ko'rishinglar mumkin obunachilar. Bozorga tushib, qimmatga olgandan shu yerga kelib, arzonni olib qo'ygan yaxshi menimcha hammaga. Shunaqa aka. Ko'rishinglar mumkin obunachilar. Juda ham ajoyib. Aka, mashinani ko'rganimga esimga tushib ketdi. Dastavka xizmatlari ham borasizlarmi? Butun O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlarimiz bor. Bemalol pastdagi nomerlarga murojaat qilib, o'z xaridingizni amalga oshirishingiz mumkin. Xo'p bo'ladi. Akajon, rahmat katta. Ishlarga rivoj.